manga bo'ldi. Kuchim yetganchalik qilaman. Yutqizib qo'ysam o'yindan chiqib ketaman. 100 ta bo'ldi. 150 ta Arjumaniyani Yangioboddan yoki Abusaxiydan sotib ola olmaysizlar. Bunga faqat mehnat bilan erishasizlar. Negativ yozayotganlar olib kelmaganda bitta qilmaganda keyin gapirgan. Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum sportni sevadigan muxlislar, ixlosmandlar. Ana Jasur ukamiz Samarqanddan Jasur workout challenge e'lon qilgan. 365 kun challenge, to'g'rimi? Hozir mana bugun 229 ga yetdingizmi? 229 ta Arjumaniya qilib beradi. Undan keyin yana bittadan shart beraman. Arjumaniya qilib bergandan keyin uzmasdan obraz. Tayyormisiz? Tayyorman. Videoni oxirigacha ko'rsatasiz, bila olasizlar. Kuchim yetganchalik qilaman. Sotib ola olmaysizlar. Bunga faqat mehnat bilan erishasizlar. Negativ yozayotganlar olib kelmaganda bitta qilmaganda keyin gapirgan. 2毛最大头我这里女个水吃。Aziz do'stlar, 229 ta Arjumaniya qildi. Jasurbek Noriz oson emas. Endi shu holatda ancha kuchi boricha Jasurbekka yana tezarani beraman. Oyog'ini tekis ushlab olib, shunday qilib chiqishlari kerak bo'ladi. Parfonga. Unga shamta o'tirasiz. Kunlar otib qo'ygan. Shunda ham yarmidan ko'piga chiqdi. Jasurbek, nima deymiz? Hamma sport bilan shug'ullansin. Jasur workoutga omad. Samarqandlik muxlislar bo'lsa, Umuman butun O'zbekiston, butun Yevropa kuzatishda davom etinglar. Har doim biz sport bilan birgamiz. Omad. Sog' bo'ling.